Uyghur tibabatçılığı Uyghur medeniyetinin yirik namayandilerinden biri. Şundaqla dövletimiz an'anaviy tibabatçılığının muhim tarkibiy qismi. Uyghur tibabatçılığının taraqqiy qilib bugungacha yetib kelishida sonsizlagan nomi atalgan va yoki har xil sabablardan nom sharfi atalmagan ilm so'yar tibabatchilik mutaxassislarining nodir tibabatchilik asarlarini qoldirishi muhim rol o'ynagan. Әні шу қадими тибабатчылык әсәрләре қиммәтенең юқорлыгы белән хәле һәм әтибарланып, сакланып келмәктә. Uyghur tibabatçılığı neçə min yıllık toxtavsız icdihatlıq izdiniş və kasalliklar bilan kurash qilishning mas'uli sifatida bugungi kunda taraqqiy qilib, davlatimiz shundaqla avtonom rayonimizning kasallikning oldini olish va davolashdagi unumlik davolash vositalarining biriga aylandi. Tibabatchilik ilmiga varislik qilish, uni qizish va taraqqiy qildirish. Shundaqla uning kasallik davolash alohidligini joriy qildirishda qadimiy tibbiy asarlarning ko'rsatmalariga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Bu qadimiy asarlar Uyg'ur tibobatchiligining o'zgacha diagnoz qo'yish, davolash, dorigarlik texnika usullarining bugungacha yetib kelishining zarur halqalaridan biri. Shundaqla tibobatchilikda yangilik yaratish, tadqiqotni cho'nqurlashtirish, o'lchamlashtirish, ahli mulk huquqini qo'g'dash, tibobatchilik bilimlarini umumlashtirishning yozma vasiqalik asosi. Bizning qadimiy asarlar tadqiqoti shu Uyg'ur tibobatiningki mavjud bo'lib turishi ham taraqqiyoti, bundan keyingi yuzlanishida muhim rolni egallaydi. Buning asosiy masala qadimiy asarlar tadqiqoti orqali Uyg'ur tibobatining asli ham uning alohidligini qazib chiqarish. Bu jihatda davlat, avtonom har darajadagi hukumat organlari Uyg'ur tibobatining qadimiy asarlarning tadqiqotiga zo'r ko'ngil bo'lib, 10-beshinlik bilan, 11-beshinlik bilan, 12-beshinlik planlarda nurg'unlagan mablag'larni ajratib Uyg'ur tibobatining qadimiy asarlar tadqiqotini qo'lladi ham uningki shu amaliyot ishlatilishiga zo'r turtkilik rol o'ynadi. Davlat har darajalik hukumat organlarining qo'llash orqali Abnuralik Uyg'ur tibobat tadqiqot o'rni, Şinjan Uyg'ur tibobat oliy texnikum qatorliq o'rinlardagi mutaxassislar o'zaro hamkorlashib davlatlik Cumhuriyet boshqarmasining bevosita yetakchiligi, Abnuralik Cumhuriyet milliy tibobat boshqarmasining bevosita yetakchiligi zo'r qo'llashi bilan nurg'unlagan Uyg'ur tibobat qadimiy asarlarini ijrotlab, uning ichidan tipik bo'lgan asarlardan 15 xil asarni ijrotlab, tarqitib amaliyotda ishlatdi. Bu endi Uyg'ur tibobatiningki saqlanib qolishi, buningdan keyingi taraqqiyoti uchun intan zo'r turtki ham muhim ahamiyatga ega. Materiallarga asoslanganda Uyg'ur tibobatchiligining dastlabki asosi milodidan burunqi 5-asrdan ilgari tadrijiy shakllanib taraqqiy qilishga boshlagan. Tarım vadisida yashab o'tgan G'ozibay milodidan 300 necha yil ilgari kasallik davolashda ishlatiladigan 312 xil dori tunishtirilgan dorigarlik kitobini yozib, dorilarning ishlatilishi va xususiyatlarini sharhlagan. Hozir chet eldagi va davlatimiz kutubxonalarida saqlanib atgan tibobatchilikka oid kitoblardagi bir qism mazmunlar ayni davrdagi g'arbiy diyor hakimlari tarafidan yozilgan. Bu asarlarning barliqi kelishi shu davrdagi Uyg'ur tibobatchilik ilmidan uchur berish bilan birga Uyg'ur tibobatchilik bilimlarining yakunlanishi, kengaytirish saviyasiga yetganligini tushuntirib beradi. Mashhur Uyg'ur olimi, faylasuf, astronom Hakim Farabi
odam organizmi to'g'risida va o't, havo, suv, tuproqdan iborat 4 modda to'g'risidagi tabiat ham tibobatchilik qarashlari haqidagi asarlarni yozgan. Uningdan keyingi davrlarda Abu Ali ibn Sinoning Al-Qonun nomli asari Uyg'ur tibobatchiligining sistemalik taraqqiyotini zo'r darajada olqa siljitdi. 9-asrdan keyingi Qaraxonlar xonligidan tortib toki 18-asrning oxirlarigacha Uyg'ur tibobatchiligining har qaysi davrlardagi kasalliklarni davolash, dorigarlik saviyasini va taraqqiyot holatini aks ettiradigan nurg'ulg'an qimmatli asarlar maydonga keldi. Uyg'ur tibobatchilik dorigarlik qadimgi asarlari Uyg'ur tibobatchiligining zamonimizgacha yetib kelishidagi muhim vosita. Uyg'ur tibobatchilik dorigarlik qadimgi asarlarini umumyuzlik ratlash, qutqizish va saqlash uchun davlat maxsus tur mablag'i ajratib, Uyg'ur tibobatchilik dorigarlik qadimiy asarlarga qarata keng ko'lamli qo'g'dash va ratlash xizmatini olib Bunun ichida bir qism qadimiy asarlar tarjima qilinib qutqizilindi. Necha asr burun yozilgan asarlar ekan. Unda Alloh uchun ham buningki tilni tushunish, uningki shu asarlardagi mazmunni qanday tushunish qatorliq jihatlarda qiyinchilikqa duch keldik. Uningdan keyin texmo gavlikrak bo'lgani hamda qadimgi Uyghur tibobat asarlarida nurg'ulg'an tibobatdagi atalg'ulari var. Yani bu atalg'ularni hozirgi zamon Uyghur tilida qanday tarjima qilish kerak, qanday ifodalash kerak, bu jihatlarda ko'p qiyinchiliklar tug'ildi. Endi buningda endi qadimgi asarlarni tarjima qilishda shu birinchi bo'lib shu qadimgi asarning o'zida deyilganligi tushunchani asos qildik. Shuni qanday tushundirgan bo'lsa, qanday tushuncha bergan bo'lsa, biz Uyg'ur tiliga tarjimaga shu bo'yicha tushuntirib tarjima qildik. Endi u tushuntirish nuqtasidagi tarjima bo'ldi. Endi uni bir o'lchamlik atalg'u qilish uchun yana bir mezgil vaqt ketadi ekan. Endi shu qadimgi asardagi shu atalg'uni biz endi agar o'lchamlik tarjima qilib bo'lsa, o'lchamlik tarjima qildik. Agar o'lchamlik atalg'u tepilmasa Uyg'ur tilidan, uni aslisini yezib qo'yib, uningki tirnoq ichiga biz o'zimizningki shu qadimgi asar asosidagi tushunchamizni yezib shunaqa qildik. Uyg'ur tibobatchiligining yozma namoyandalari bo'lgan bu qadimiy asarlar o'xshamagan nuqta. O'xshash bo'lmagan qatlamdan ayni vaqtdagi tibobatchilik taraqqiyotini tadqiq qilishda sharoit yaratib qolmasdan balki bugungi kundagi Uyg'ur tibobatchiligining davolash, dorigarlik sohasidagi o'qitish va fan tadqiqot ishlarini qimmatli ham mukammal bo'lgan foydalanish materiali bilan ta'minlaydi. Uyg'ur tibobat qadim asarlari Uyg'ur tibobatchilik ilmining, ya'ni shundaqla Uyg'ur tibobatchilik madaniyatining bugunga yetib kelishining moddiy asoslarining biri. Uyg'ur tibobat qadim asarlarining tadqiq qilinish ahvolidan ig'zosh qilmizda, tadqiq qilinish va uningki tadqiqot xizmatining rivojlanishini biz 3 bosqichga bo'lishimiz mumkin. Birinchi bosqichda, ya'ni 1980-yillarning 5-idan boshlangan qadim asarlarni qezib tekshirish va mushu asosda Uyg'ur tibobatchilik tarixini yezib chiqish va tarix ustida izlanish tadqiqotlari olib berilgan. İkinci bosqichlarimiz shu 1990-yillarninki oxirlaridan tortib 2000-yillargacha bo'lgan araliqda bo'lib, bu araliqda Uyg'ur tibobat qadim asarlarini dastlabki qadamda ratlash, tarjim qilish xizmati boshlandi. Endi biz qadimgi Uyg'ur tibobatchilik asarlaridan bir nechasi bilan tanishib chiqamiz. Zubdatul Qavanil iloj, ya'ni davolash qonuniyatlari jaferi. Bu Uyg'ur tibobatchiligining kasallik davolash prinsipi va usullari to'g'risidagi qimmatli asar. Bu asar milodiy 1150-yillar Xotanning Yo'rtqan shahri, hozirgi Xotan nahiya Bizin bozori Bo'rzan rayoni Yo'rtqan kentida o'lima uqumushliq zot G'oji Muhammad Oxunning oilasida dunyoga kelgan Alloma Allouddin Muhammad Xotani tarafidan yozilgan. Zubdatul Qavanil iloj saqliqni saqlash,
kasallik davolash, yakka dori va murakkab doridan iborat 4 mazmundan tarkib topgan. Bütün kitaptaki mazmunlar tibobat tarixida o'tgan qadimgi mashhur hukmlarning so'zlaridan naql keltirilib va qo'llanilib bayon qilingan. Bu orqali kitobning ishonchlik darajasi oshirilgan. Ag'rozi tibbiyot. Bu kitob milodiya 1737 yili Qashqarda Uyg'ur tibobat olimi Murodbek Albek tarafidan yozilgan. Bu kitobning mazmun qurilmasi, chetilgan mazmun doirasi va saviyasiga asosan avtorining tibobatchilikda zo'r muvaffaqiyat qozongan zot ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Kitob jami 3 cho'ng bo'lakka ayrilgan. Kitob kasallik davolash amaliy usullari qismi va dori bilan davolash qismidan tarkiblangan. 1500 xildan ortiq yasalma dorilarning tarkibi, yasash usuli, roli va mos keladigan kasalliklar ham 1000 xildan ortiq Uyg'ur tibobati yasalma dorilar va yakka dorilarning arabcha, farscha, turkcha nomlari. Dorilarning tabiiyati, roli, ko'p ishlatadigan o'lcham va birliklari tushuntirilgan. Tariqul iloj. Bu asar milodiya 18-asrning oxirlari O'rta Osiyoda yashagan Molla Mahmud Hakim tarafidan yozilgan. Mazkur asar ichki illatlar va tashqi illatlardan bo'lgan kasalliklarni davolashdan iborat 2 bo'lakdan tarkiblangan. Bu kitobga yana boshqa tibbiy kitoblardan foydalangan ham ulgu elingan munosabatlik mazmunlar qo'shilib, kasalliklarni davolash usullari texmu beyitilgan. Buning bilan mazkur kitob bir tarafdan ayni vaqtdagi kasalliklarga diagnoz qo'yib davolashning yuqori saviyasini to'liq ifodalab bergan bo'lsa, yana bir tarafdan asarining foydalanish va ishlatilish qiymatini ko'rinarli oshirgan. Yuqorida tilga ilingan bu bir qancha asar, ya'ni kitobning qurilmasi bir qadar murakkab. Mazmuni cho'nqur bo'lib, bu asarlar bugungi davrdagi Uyg'ur tibobatchilik asarlarining taraqqiy qilishi va Uyg'ur tibobatchilik tadqiqotida muhim o'rinda turdi. Navbatda davlatimiz va avtonom hukumatimizningki zo'r kuch bilan qo'llab-quvvatlash ostida qadim asarlar tadqiqoti yepyangi bir tadqiq qilinish, texnik cho'nqurlab iznish holatiga o'tdi. Bir qancha yillik Uyg'ur tibobatchi qadim asarlar ustidagi tadqiqot va iznishlar natijasida hozir 60 parchadan ortiq Uyg'ur tibobat qadim asarlari ratlanib nashrdan chiqdi. Bu xizmatlar mushu barliq Uyg'ur tibobat xodimlariningki o'rtaq tirishchanligi orqali maydonga keldi. Hozir rayonimizda Uyg'ur tibobat qadim asarlarini tadqiq qilgan qo'shin shakllanishga boshladi. Bu bir nihoyat xo'shallanarli ish. Navbatda avtonom rayonimizning har qaysi joylaridagi munosabatlik o'rinlarda saqlanayotgan Uyg'ur tibobatchilik qadimgi asarlari 200 xilga yetdi. El orasida saqlanayotgan asarlarning soni hozirgacha aniq emas. To'liqsiz ma'lumotlarga asoslanganda el orasida saqlanayotgan asarlar hozirgacha aniqlangan Uyg'ur tibobatchilik asarlarining 2 hassiga barobar kelishi mumkin. Uyg'urlarning tibobat tarixining shohidi bo'lgan Uyg'ur tibobat qadimgi asarlari Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonimizning har qaysi joylarida, har qaysi turli yoziqlarda ko'p saqlanmoqda. Yoziq turidan Farscha, Arabcha, yani Turkicha, bu ham Turkicha desek, hozirgi Chag'atay yozig'idagi asarlarni ko'rsatadi. Bundan boshqa qadimgi Uyg'ur tilidagi asarlarmi bor. Bu asarlardan bo'libmi Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik qadimgi asarlarni saqlash, qo'g'dash, nashr qilish va uning rehberlik qilish ishxonasidan hozir 80 parchaga yaqin asar bor. Bir qism asarlarimiz to'liq bo'lmagan bo'lsa, lekin ularning bir qism ko'chirim nusxalari davomli topilmoqda. Bo'lib bo'lmoqda mizoni tip deymiz, qonunchi deymiz, tibbiy yusuf deymiz. Uningdan boshqa iqroz degan kitoblar, dasturul iloj degan kitoblarimizniki qo'l yozmalari, tosh bosmalari, uning yana bir qism yangidan ko'chirilgan nusxalarmi davomli topilmoqda. Demak, bu asarlarimiz Xinjiangdagi
hamma joylarda bor. Bu asarlarni hamda biz 83 yildan boshlab ta hozirgacha shu Abdumurayliq Uyg'ur tibobat tadqiqot o'rni bilan hamkorlashib ba'zi asarlarni nashrdan chiqarib bo'ldi. Ba'zi asarlarni biz davomli yig'ib, uni yana nashrga tayyorlash, uni xalqqa yetkazish xizmatlarini davomli ishlayapmiz. Endi asosan Uyg'ur tibobatiga oid qadimgi asarlarni biz xalq orasidan manba qilib yig'amiz. Demak, xalqimiz orasida saqlanayotgan kitoblar xalqimiz orasida izlanib qolmasdan yurt-yurtlarda bo'libmi hozir endi Abdumurayliq qadimgi asarlar ishxonasi qurildi. Uningdan boshqa Shinjang Uyg'ur Abdumurayliq qadimgi asarlarni qo'g'dash markazi qurildi. Muhimi Uyg'ur tibobatining muhim tadqiqot o'rnigan Uyg'ur tibobatchilik tadqiqot o'rnida bo'lib bu asarlarni qutqizish yig'ish ishi davomli yaxshi ishlangan bo'lg'achqa xalq orasidagi asarlarni yig'ish asosida xalqning mushu asarlarga bo'lgan ishonchi texmi to'lib tashdi. Qadimdan bugungacha yetib kelgan qimmatli Uyg'ur tibobatchilik qadimiy asarlari o'zida namoyon qilgan mo'l mazmunlar bilan Uyg'ur tibobatchilikdan iborat bu qadimiy tibobatchilikning uzilmay davomlashib kelishida mislsiz zo'r rol o'ynadi. Bu asarlar bugungi kunda Uyg'ur tibobatchiligining davolash, o'qitish, fan tadqiqot xizmatlarining yozma asosiy sifatida Uyg'ur tibobatchiligini o'ziga xos davolash andisi bo'yicha taraqqiy qildirishdagi mustahkam tövrik bo'lib turmoqda. Bu qadimiy asarlar Uyg'ur tibobatchilik madaniyatining shohidi. Bu qadimiy asarlar bizning avloddan avlod o'rganishimizga, shundaqla uni davomlashtirishimizga arziydi. Qadrli ko'rman do'stlar, bayqash programmamizning bugungi soni mushada oxirlashdi. Ko'ngil qo'yib ko'rganingizga rahmat. Kelar sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.